Yaponiyalik geolog, Germaniyalik insonshunos, Amerikalik ximiya olimi, Rossiyalik fizik olimi, Hindistonlik matematika olimi Şinjanға tadqiqot ishlari bilan kelib, o'rmonlikda tadqiqot elib berayotganda tuyuqsiz yomg'ir yig'ib, yomg'irda qoladi. Ular yaqin atrofdagi bir Şinjanlik Uyg'ur o'rmon boqqichining yotqiq berib, yordam so'raydi. Bu Uyg'ur xalqi burundan mehmondo'st, boshqalarga yordam qilsa xo'sh bo'ladigan xalq bo'lg'achqa, uy egasi mehmonlarga salom berib, qizg'in kutib oladi va tomoq tayyorlash uchun oshxonasiga kirib ketadi. Bu aralıqda uydagi mesh tekshirish atrofdagilarning diqqatini qo'zg'aydi. Nimishqa deganda, chunki bu mesh yerdan 1 metr egizlikda o'rnatilgan. Ostiga bo'lsa toshlar qo'yilgan, toshlar tizilgan. Buni ko'rgan chet ellik guruh a'zolari bu masalani o'ylanishga va bir-biriga tushuntirishga boshlaydi. Bu Uyg'urlarning nomini bek anglagan, bu xalq bek aql parosatda kamolatga yetgan, to'limi yiroqni ko'rar xalq. Bu mashni bundaq o'yinchida cho'qim bir sir bo'lishi mumkin, hamda bir aql, bir parosat yushiringan bo'lishi mumkin deb har kalla dar xiyol degandek o'zlarining o'ylaganlarini bu yerda o'tirib qo'yadi. Ximiya olimi debdi. Uy egasi mashni egiz qo'yish orqali o't yoqish, mashg'ulot qilish qatorliq ishlarni osonlashtirib, ketadigan energiyani tejab qopdi debdi. Fizik olimi bo'lsa, bu kishi energiyaning tagshi yeyilish uchun mashni egiz o'rnatish orqali uyni tagshi isitishni planlabdi debdi. Hamda geolog bo'lsa, bu uy yer tebrash rayonining o'ttirsida bo'lg'achqa, uy egasi mashni mushu toshlarning ustiga o'rnatish orqali yer tebrab qolsa, o'tning toshlarning ustiga tugilib, o't ketish ehtimolligini ozaytirishni maqsad qilgan gap debdi. Hamda Hindistonlik matematikchi bo'lsa, bu kishi mashni uyning geometriyalik markaziga dal o'ttirsa muvofiq shaklda o'rnatish orqali butun uyning ham yerini takshi isitmoqchi bo'lgan deb o'tiribdi. Ham insonshunos debdi. Uy egasi bu ibtidoiy jamiyatlarda ko'rilgan o'tga cho'qinish odatini hurmat qilgan bo'lg'achqa yoki shu dinning ta'siridan o'tga hurmat qilishning texnik abstrakt usul bo'yicha mashni yuqori o'rnatgan gap debdi. Shunday qilib guruh a'zolari o'zlarining shu o'ylaganlarining to'g'ri ekanligini bir-biriga qoyil qilish uchun mening to'g'ri, sening xato desa, boshda deyishib talash qilib, hatto yoq siqishib ketgidek bo'lgan vaqtda hali Uyg'ur bo'y oshxonadan chiqib, ularni ajratib qo'ydi. Nim bo'ldinglar, bu yer nimish bo'ldi degandan keyin hali qilib, "Ey bo'y, mushu sen mashni nimish bunda o'rnatib qo'ygan, mushuni bizga bir tushuntirib qo'ymaqlar. Men mana desam, mal tushunmayapti" degandan keyin bu Uyg'ur bo'y faqat bir lig'iz gap qildi. "Talashmanglar, faqat kona yetmidi" deb javob berdi. 来抖音极速版看视频领现金。